Chol shunday dedi-yu, indamay ortiga o'girilib chiqib ketdi. Qozi Mahmud afandi boshidan bir chelak muzdek suv qo'yib yuborilgandek seskanib ketdi. Chol aytgan oxirgi gap uni larzaga solgani aniq edi. Bu qanaqasi, bu qanday hol o'zi? Qozi sekin o'rnidan turdi. Uni qattiq titroq bosgan edi. Lablari titradi. Ko'zlari katta bo'ldi. U xuddi har tomondan olov bilan o'rab olingandek ahvolda edi. Qanchalik kuyib, yonib, ishonma, hammasi g'irt yolg'on desam ham menga quloq solmadi. Bir muncha vaqtdan keyin qozi biroz o'ziga kelib olgach, Bakar afandiga yuzlandi. Yana boshqa guvohingiz bormi? Bor, dedi Bakar afandi. Makkada Bursadan kelgan hojilarni ko'rgan edim. Ular bilan suhbatlashdim. Hatto ba'zi omonatlarimni Bursaga borganda olaman deb ularga berganman. Qozi Mahmud go'yo uning so'zlarini eshitmayotgandek edi. U hamon Mahmud otadan eshitgan dakkining ta'siridan chiqib keta olmayotgan edi. Qo'llari hali ham titrayapti. Yaxshi, unda gap tamom. Hojilarning kelishini kutamiz. Bu davoni o'shanda yana boshqatdan ko'rib chiqamiz. Qozi shunday deb hammaga ruxsat berdi. Xona bo'shagach, qozining tizzalari bo'shashib, yerga o'tirib qoldi. Ko'zlari qontalash bo'lib ketgandi. Endi u titramas, lekin g'alati tebranar edi. Shundagina uning nimadir deb pichirlayotganini ko'rdim. U Mahmud ota aytgan oxirgi jumlani takrorlar edi. Allohga osiy bo'lgan shayton har ishni qila olishiga ishonasan-u, Allohning izni bilan o'zining do'sti qila oladigan ishga nima uchun ishonmaysan? O'sha kechasi qozi Mahmud afandining ko'ziga uyqu kelmadi. U o'ziga o'zi tinmay savol berar edi. Bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib axir? Bu gap rost bo'lsa, qanaqasiga ikki odam Bursadan Makkaga borib qoldi? Kecha kunduz har on uning zehnidan faqat mana shu savollar aylanaverdi. Bechora kulmay ham qo'ydi. Bir on bo'lsa ham vaqtini bekor o'tkazmadi. Uning aqlini boshqa narsalar bilan band qilishga harchand urinmayin yana o'sha savollarni qaytaraverdi. Bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib axir? Nima uchun men Allohga osiy bo'lgan shaytonning har ishni qila olishiga ishonib, Allohning yordami bilan o'zining do'sti qila oladigan ishga ishonmadim? Allohning do'sti bu ishni qanday qilib qildi axir? Allohning do'sti bo'lish uchun nima qilish kerak? O'sha uftoda oddiy bir darvesh, kambag'al odam emasmi? Meni tergagan, so'roqqa tutgan odamni yomon ko'raman. Inson zoti meni so'roqqa tutmasin-da, deyman. Ayniqsa menga umuman e'tiroz bildirmasin, deyman. Chunki inson zoti borki, menga albatta quloq soladi. Qozi Mahmud afandi ham menga quloq solishi kerak. Lekin ba'zida uning savollarini kechiktirishga, bostirishga aslo kuchim yetmay qolyapti. Bir nima qilib buning bir chorasini topdim. Uning zehniga shubha, gumon degan narsalarni suqdim. Chunki Bakir afandining da'vosi hali tugamadi. Balki Mahmud ota yolg'onchidir, sehrgardir. Davoni ko'rib chiqish hojilar kelguniga qadar qoldirildi-ku. Demak, hali imkoniyat, fursat bor. Xo'sh, hojilar kelganda Bakir afandining omonatlari ularda bo'lmasa-chi? Bularning hammasini Qozi Mahmud afandining zehnida birma-bir suqdim. Zehniga shubha har doim ish beradigan usul edi. Bu safar ham ish berdi. Men bergan shubha uning olovdan so'roqlarini suvdek ko'chirdi qo'ydi. To'g'ri, dedi u o'ziga o'zi. Hali hojilar kelishmadi. Xo'p, keldi ham deylik. O'shanda ularning yonida bu cholning omonati bo'lmasa-chi? Rostdan ham bularning hammasi yolg'on, uydirma bo'lsa-chi? Qozi shunday deb ikkilana boshladi. Qarabsizki, biroz bo'lsa-da vijdoni berayotgan savollarning ovozini o'chirdi. Shu bahona men ham biroz yengil nafas oldim. Bu savollar qalbining savollari edi. Qalb bir narsani so'roqqa tutsa, aql unga ergashadi. Men esa lom-mim deya olmayman. Qalb aqlga ergashadigan bo'lsa, unda menga bayram bo'ladi.
Mening buyruqlarim so'zsiz bajariladi, lekin qalb ustun bo'lsa, unda men yo'qday bo'lib qolaman. O'z saroyida zanjirband qilingan hukmi yo'q podshohga aylanib qolaman. Nomim bor, o'zim yo'q bo'laman, chunki qalb menga aslo quloq solmaydi. Tilsiz amir, ko'r yo'lboshchining kimga nima foydasi bor? Aslida men insonlarning ko'ziga parda tortaman. Shunday inson atrofga qarasa ham hech narsani ko'rmaydi. Quloqlarini kar qilib qo'yaman, eshitadi, lekin tinglay olmaydi. Tillarini lol qilib qo'yaman, biladi, lekin gapira olmaydi. Lekin qalb aqldan ustun kelsa, shu aytganlarimning birortasini qilishga kuchim yetmay qoladi. Hozir ham Qozi Mahmudga qalbidan kelgan tuyg'uga emas, aqliga quloq solishni buyuryapman. Aqlga sig'inmaydigan ishga ishonish kerakmasligini uqtiryapman. Afsuski, men uni bir necha kun chalg'itib tura oldim. Qozi hojilar keladigan kungacha indamay turdi. Uni shunchalik ishontirgan edimki, hojilarda hech qanday omonat yo'q deb ishonib qo'ydi. Bu gapga o'zim ham ishonar edim. Hech qanday omonat yo'q deb bilar edim. Bir necha kundan keyin hojilardan xabar keldi. Ular bir necha soatlik masofada ekan. Mirshab bu xabarni olib kelganida Qozi Mahmud afandi xonasida o'tirgan edi. Biroz o'ylanib qoldi. Keyin esa endi chiqib ketayotgan Mirshabga buyurdi. Tez borib hojilarning yo'lini poyla. Bakir afandi omonat berdim degan hojilarni hech kim bilan ko'rishtirmasdan to'g'ri huzurimga olib kel. Esingdan chiqmasin, hojilar sendan oldin hech kim bilan ko'rishmasin. Mirshab shu zahoti yo'lga tushdi. Qozi Mahmud afandi hayajonda edi. Axir necha kunlardan beri aqlini teshib yuborgan savollarga biroz keyin javob oladi. U o'zini qo'yarga joy topa olmay, xonasida u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Vaqt xuddi qalin arqon bilan bog'lab qo'yilgandek, harakatsiz to'xtab qolgandek edi. Biroz vaqt o'tgach, Mirshab oppoq yaktaklar kiyib olgan, qo'llarida bir necha tugun ko'tarib olgan 3 kishi bilan birga kirib keldi. Hojilar bu yerdagi gaplardan bexabar edilar. Ularning haj safarining sururi bilan, yurt sog'inchi bilan to'lgan qalblari vatanga qaytar-qaytmas qozining qarshisida turishdan qo'rquvda, xavotirda edi. Ular hech narsani tushunmay bir-birlariga hayron qarab turardilar. Yaqinroq kelinglar, dedi Qozi Mahmud afandi. 3 kishi ajablangan holda oldinga qadam bosdi. Qozi Mahmud chuqur nafas olib o'tirgan joyida bir qo'lini tizzasiga, bir qo'lini o'rindiqning yon tarafiga qo'yib gap boshladi. Alloh haj ziyoratingizni qabul qilsin. Amin, javob berishdi hammalari bir og'izdan. Lekin ular hali ham hech narsani tushunganlari yo'q. Xavotir olmanglar, dedi Qozi afandi. Tashvishga hech qanday o'rin yo'q. Sizlarga ba'zi savollarim bor xolos. Shuning uchun huzurimga chaqirtirdim. Buning uchun uzr so'rayman. Inshaalloh yaxshilikdandir, deyishdi hojilar yana bir og'izdan. Menga aytinglarchi, biroz bozorda mayda-chuyda ishlab kun kechiradigan Bakir afandi degan kishi bor ekan. O'sha kishini taniysizlarmi? Taniymiz, deyishdi hojilar. Xo'sh, Bakir afandini oxirgi marta qayerda ko'rdingiz? Hajda ko'rdik, dedi uchovi yana baravar. Qozi afandi o'tirgan joyida chuqur nafas oldi. Bir xo'rsinib qo'yib shunday dedi. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar, adashmayapsizlarmi? Albatta rost, u kishi bilan birga suhbatlashdik, birga o'tirdik. Mana bizga omonatlar ham berdi. Nima bergan bo'lsa hammasini olib keldik. Birorta omonatiga qo'l tekkizmadik. Agar omonatlar uchun chaqirtirgan bo'lsangiz, mana hammasi shu yerda. Hojilar shunday deb tugunlaridan bir nechta narsa chiqarib berishdi. Qozi Mahmud afandi bu so'zlarni eshitib mutlaqo o'zgarib qoldi. Barmoqlari bilan oldida turgan stolni chertib, ko'zlarini bir yerga tikkancha chuqur o'yga botdi. Nihoyat hamma unga qarab turgani esiga kelib, shosha-pisha tilga kirdi. Bo'ldi, rahmat, uzr, sizlarga ruxsat, chiqaveringlar. Hojilar yana tajub bilan bir-birlariga qarab nima bo'lganini tushunmay, qozining huzuridan chiqib ketishdi. Ular chiqib ketganidan keyin ham Qozi Mahmud afandi o'sha alfozda ko'zlarini bir nuqtaga tikib haykaldek qotib o'tiraverdi.
Nihoyat boshidan sallasini yechdi. Ikki qo'li bilan boshini changallab tez-tez nafas ola boshladi. Bo'lishi mumkin emas, dedi qozi o'ziga o'zi. U bilmasa ham men hammasidan xabardor edim. Qozi Mahmud afandining qalbi aqlidan ustun kelayotgan edi. Eshitganlari imkonsiz ishlar bo'lsa ham, mantiqqa to'g'ri kelmasa ham qalbi bunga ishondi. Men uchun eng xavfli qalb esa iymon keltirgan qalbdir. Qozi menga ilk zarbani ana shunday shaklda urdi. Qalbimdagi ilk chandiqni mana shu voqea tufayli qoldirdi. Buni hali o'zi bilmaydi. Lekin shu narsa aniqki, men uni chalg'itishdan, adashtirishdan hech qachon to'xtamayman. O'z bilganimdan qolmayman. Istanbuldagi bir joy. Bugun sen. Tavba. Nafsim men bilan gaplashyaptimi? Vo'ajab. Inson shuncha masofaga qanday qilib borib kelishi mumkin? Axir buning iloji yo'q-ku. Bo'lishi mumkin emas-ku. To'g'ri, kitobdagi bu gaplar odamga rosa yoqadi, lekin muallif sal oshirib yuboribdi. Ko'z ochib yumgunchalik bir lahzada shuncha joyga qanday qilib borib qolish mumkin? Bo'lishi mumkin emas. Lekin agar rostdan ham shunday bo'lgan bo'lsa-chi? Allohga osiy bo'lgan shayton har ishni qila olishiga ishonasan, u Allohning izni bilan Allohning bir do'sti qila oladigan ishga nima uchun ishonmaysan? Debdi muallif. Yoki ishonishim kerakmi? Yo Xudo, nimalar deb aljiryapman o'zi. Axir bu bir kitob bo'lsa, oddiy kitob. Bunga shunchalik e'tibor berishim g'irt ahmoqlik-ku. Keyin kitobda yozilgan har bir narsaga ishonish kerakmi? Aziz Mahmud Xudoyning hayotida haqiqatan ham shunday voqea yuz berganmikin? Yoki bularning hammasi yozuvchining xayoliy to'qimasimikin? Men oldin mana shu savollarga javob topishim kerak. Menimcha nima bo'lganda ham yozuvchi sal oshirib yuborgan. Shularni o'ylab o'tirib, badanimdan sovuq o'tib ketdi. Chilangardan esa darak yo'q. Unga yana bir marta qo'ng'iroq qilay deb telefonimni qo'limga olgan edim. Zinadan oyoq tovushlari eshitildi. O'rnimdan turdim. Xudoga shukr, qadam tovushlari chilangarniki ekan. Kech qolganini bilib turibdi. To'g'risi, men kitob o'qib o'tirib vaqt qanday o'tganini bilmay qolibman. Lekin u kuttirgani uchun xijolatda edi. Yoshroq odam ekan. Zinada uni kutib turganimni ko'rib battar xijolat bo'ldi. Lekin unga muhtojligimni bilgani uchun uzr so'zini aytmasdan uzr so'rashga urindi. O'zingizdan qolar gap yo'q. Istanbulni har doimgi tirbandligi. Oldindan bilib bo'lmaydi, qaniydi kerak joyimizga ko'z ochib yumguncha borib qolsak. Nima ham qilardik, buning iloji yo'q, dedi u biroz kulimsirab. Nima dedingiz? Odam ko'z ochib yumguncha istagan joyiga borib qolsa zo'r bo'lardi deyman-da. Javob bera olmadim. Nima deyishimni bilmay, ma'nosiz jilmayib qo'ydim. U hayron bo'lib unga tikilib qoldim. Nega u bunday dedi? Biroz cho'chigandek bo'ldim. Chilangar qo'lidagi asbob uskuna solingan chamadonini yerga qo'yib, eshikni ochishga kirishib ketdi. Men esa hamma narsani unutib qo'ygan edim. Eshik bilan ishim ham bo'lmay qolgan edi. Ustiga hayrat ko'zlari bilan qarab qo'ydim. Uning nima uchun bunday deganini bilmayman, lekin buni tasodif ham deya olmadim. O'zi men tasodiflarga ishonmayman. Qo'llarimni qayerga qo'yishni bilmay cho'ntagimga soldim. Xayollarim g'ujg'on o'ynaydi. Ko'z ochib yumguncha bir lahzada uzoqlarda bo'lib qolish yo'q. Buning iloji yo'q-ku. Yo chindan ham shunday bo'lganmikin? O'ylayverib boshim g'ovlab, og'rib ketdi. Birozdan keyin cho'ntagimda turgan o'ng qo'limga nimadir tegdi. Avvaliga nimaligini sezmadim. Keyin qo'limni cho'ntagimdan chiqardim. Kalit. Eshikning kaliti. Bu qanaqasi? Boya shuncha qidirganimda yo'q edi-ku, lekin mana kaftimda turibdi. Odam degan shunchalik ham ahmoq bo'ladimi? Kalitim cho'ntagimda turib 1 soatdan beri zinapoyada o'tirgan ekanman.